Hammaga assalomu alaykum. Ravshanbek Ibrohimov kanalidasiz. Bu videomizda qanday qilib Instagram akkauntni tiklashni o'rganamiz. Agar Instagram akkauntingizni mana shu joydan, ya'ni faolsizlantirish yoki o'chirish, mana shu bo'limdan o'chirib yuborgan bo'lsangiz, uni qaytarib bo'lmaydi. Instagramni shunchaki o'chirib yuborgan bo'lsangiz, ichidagi ma'lumotlar saqlangan holda, profilingiz Instagramda ko'rinib turgan holatda o'chib ketgan bo'lsa, shundagina qaytarib bo'ladi. Men mana shuni hozir ko'rsatib beraman. Chrome brauzeriga kirib olamiz va instagram.com deb qidiramiz. Kirib oldik. Mana shu holatga kiradi. Agar sizda bunday chiqmaydi, Instagram olib kirib ketish mumkin. Shunga Instagram deb qidirasizda, mana bu 3 ta nuqtani bosib, pastda pastroqqa tushirganingizda Desktop versiya bor. Mana shuni yoqib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Hop, bizda yoniq. Mana bu yerda mana shuni yoqib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerga mana foydalanuvchi nomini kiriting deyapti. Biz bunaqa qilmaymiz. Parolingiz esdan chiqdimi bosamiz. Ya'ni Instagram username, ya'ni nomini bilasiz, foydalanuvchi nomini. Bizga parol kerak. Parol esdan chiqdimi bosamiz va bu yerdan shu holat foydalanuvchining nomi, pochta manzil, shunaqa narsalar so'raydi. Yo'q deymiz. Parolingizni tiklay olmayapsizmi degan tugma ustiga bosamiz. Bosganimizda bizni mana shu joyga olib kiradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Shu joyga kirganimizda mana bu yerga kelamiz va mana shuni topamiz. Mana shu so'z topamiz va bu yerdan mana bu birinchisini ustiga bosamiz va visit his page tugmasini ustiga. Endi bu yerga o'sha akkauntimizni username'ni kiritishimiz kerak bo'ladi. Men akkauntimniki shuni kiritaman. Va sizda mana shunday havola ochiladi. Agar ochilmaydigan bo'lsa, qayta bir marta urinib ko'rasiz. Hop, havola ochilganda mana buni tugmani bosamiz va ya'ni robotni bosib, inson ekanligimizni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Keyingisini bosamiz. Hop. Kelishni bosib, bu yerda mana bizga havola yubordi. Shu havolaga kiramiz. Mana kelgan havolaga mana kelamiz. OKni bosib. Mana bizga yangi havola uchun nima yubordi? Bu yerga ikkala yangi parollarimizni kiritib, akkauntimizni tiklab olishimiz mumkin bo'ladi. Agar sizda boshqa WhatsApp yoki boshqa nimalardan so'rasa, WhatsApp orqali yuboriladi yoki boshqa ilovalar orqali ham yuborilishi mumkin. Bizda bitta telefon raqami chiqdi, sizda boshqacha chiqishi mumkin. Agar sizda 2 bosqichli tekshiruv bo'yicha muammo bo'ladigan bo'lsa, 3 oy davomida Instagram akkauntingizga kirishga harakat qilmasangiz, o'zi uni o'chirib qo'yadi. Keyin parolni mana shu kabi yangilab kirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, videomiz shundan iborat edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.